Assalomu alaykum. YouTube tarmog'ida kuzatib borayotgan hamyurtlar, Xudo xohlasa yana bir ishlarimizdan Namangan viloyatida yakunlab berdik. Ko'rasizlar, o'zingizlar baho berasizlar. Albatta yoqsa layklarda yemisizlar. Xo'sh, aziz vatandoshlar, bu fayzli xonadonimizni robotxonasi bo'ladi. Tunikalarimiz 04 Qalildagi Toshkent TMZ tunika. Xo'sh, jinni o'zgacharoq qilib, xo'sh oralariga nijaverga qo'yib berganmiz, kamar qismlariga. Buni ham haytech fasonda delali fason, ichki dela deb qo'yamiz. Qosqon fason ham deyiladi. O'ta ham go'zal holatda bo'lib chiqqan. Xonadonimizning robotxonasi hamda mana bunday ajoyib ko'rinishga ega bo'lgan ayvonchasi, tashqari shapkasi. Uloqsiz tarnovlarini ham qo'yib berganmiz. Ichkari shapka va tashqari shapkalariga. Haytech fasonda bo'lgan. O'zingizlar ahamiyat berasizlar har bir joyiga mana. Ham bir ideal holatda bo'lib chiqqan. Bu xonadonimizning tashqari shapka tomoni, ko'cha shapka tomoni. Ideal bo'lib, hamma yoq tashqarilari. Tashqari tomoniga ham choksiz tanlovlarini o'rnatib berganmiz. Boshidan oxirigacha. Go'zal holatda bo'lib chiqqan, xudo xolasa.